Assalamu alaykum, aziz, muhtaram, suyumlik Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Uzoq bo'ldi, muloqot bo'lolmadik. Buning nurg'un sabablari bor. Ba'zi qarindoshlar meni yo'qolab ketdi degan bir endishida. Yo'qolab ketishim vatan uchun xizmatdan so'yish emas. Texmi amaliyroq, texmi jiddiyroq ishlarning bo'lganligi. Yana bir tarafı o kadar to'la vaziyatdiq. Hozirgacha bir ilm talab qilg'uchining ko'nglini, intilishini, orzusini, qiziqishini va saviyasini ifodalaydigan savollarga yo'liqmadik. Bu hal kishining qizg'inligini suvutishga sabab bo'ladi albatta. Chunki bir muallim, agar dars beradigan muallim o'quvchilari hech nima demay o'tiraversa, qizg'inligini yo'qotib qo'yadi. Bunday kechmish mening bo'lgan o'tmishda men radio, televiziya universitetida teklif bilan dars o'tgan chog'larimda inkini yo'lab o'tirib ketdi o'quvchilar. Shunda mung'luq. So'zlaytim, dars tukkanda tushundingmi deb so'rasam, hech qanday sada chiqmaydi. Men bundan sada chiqmaslikni dastlabda tushunmagan o'xshaydi, shuni gap qilmayotdi deb o'ylab, tushunmagan o'xshaysizlar. Davosi tushunmagan yeringlar qaysi? Tushunmagan yeringlardan bir savol so'ranglar degan vaqtimdami, o'xshashli inkini yo'lab o'tirdim. Bir sada chiqmay. Bu holda odamning qizg'inligi tugaydi hal. Shuningga o'xshash mening vazlarimni yoqtirganlik ko'rinishlari, yoqtirganlikdek ifodalar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo men kutgan aks sadoni anglayolmaganligim uchun rostini desam biroz rayim qaytadigan ahvolga yuz berdi. Ondan keyin ya xufsallikmi, ya anglamaslikdanmi? Balkim anglamaslikdan deb o'zimizga tasalli etsak yaxshiroq bo'ladigandir. Ba'zi so'zlanib bo'lgan temalar, deyilib bo'lgan gaplar nayt aniq bo'lgan turg'liq shuning aksini takrorlaydigan ishlar bo'lyotidi. Buni xufsallik deyish kerakmi, dushmanlik deyish kerakmi, nodonlik deyish kerakmi, bexastalikmi? Men bilmadim. Bunun biri davlat gimini, ya'ni davlat marshi, Sharq Turkiston marshi haqida men so'zladim isimli qilishcha. Ve bunda narsalarning, ya'ni davlatni, millatni tamsil qiladigan simvollarning intayin muhimligini, sezgirligini, uning bir chikti, bir peshiga çekilish ve o'zgartishga bo'lmaydiganligini men yana bir temadimi deb o'tdim. Milliy sezgirlik haqidagi bir so'zimda deb o'tdim. Bu esingizda bo'lishi kerak. Belki bazıları anlamaganlar vardı. Ama bu yerde tekrar deyishga mecbur bo'lishimning sababi shuki, bu qatimki namoyishlarda davlat she'ri bilan boshlaydigan bir udum bo'ldi ve men bir yerde bu davlat she'rining o'xshamagan nusxalarini anglab qoldim. Qarindoshlar. İnsanlarda bo'lsin ki bununla
çaqçaq aralashtirayotganlar yoki bexastalik bilan muomala qilayotganlar esinglarda bo'lsin. Bu unday yenik ish emas. Dushman o'ynayotidi biz bilan, qarindoshlar. Biz hech narsada birlikka kelolmay talashadigan bir millatmiz. Biz tafriqining dastidan yekkimi-yekka bo'lib ketgan holatdamiz. Bizning birlikka kelgan shu narsamiz shuki, bayroq, davlat girdi va davlat marshi. Bunimi 2-3 xil qilib o'tirg'i chiqirib, biz hammada kelisholmay, mushiningda kelishib qolganligimiz dushmanlarimizning ishini odatiy etib boradi. Va buningdimi bir talash tortishni paydo qilish uchun ba'zilar xufsanlik bilan o'tirg'i chiqaryotidi, qolganlar nadonlik bilan buningga e'tiborsiz qarayotidi. Bu unday oddiy ish emas, qarindoshlar. Red qilayli bundaqni. Red qilayli bir xil bo'lsin, qarindoshlar. Men şu YouTube'daki kanalimga qayerdadir bir yerde o'rindalgan bayroq lapildab turib, oqidan ovoz chiqadigan bir davlat marshini qo'yib qo'ydim. Shu demoqchi bo'lib. Bu qayerlardan izlab topadiganligini bilmayman. Men izlasam topolmayman normalda. Ba'zilar izlab nayt asalda topa olayotidi. O'xshamagan variantlarini. Teksti o'xshash, asosan o'xshash. Ba'zilar 83-yili Buloq majmuasida sotsialistik kompartiya rahbarligida va shu atmosferaga muvofiqlashtirib tahrirlangan nusxasini aytayotganlar borkin. Lekin tekst asosan o'xshash. Ama muzikasida 3 xillik bor. Bunun birisi nazokatlik, Islzada xonimlarning g'ingildashlariga o'xshaydigan turdagi bir xil ahang. Yana birisi bekmi layg'azal. Yerib yonboshlab yotgan bir odamning injiqlishiga o'xshaydigan injimariq bir xil. Asta, lazan, intayin so'zib etilgan va pas. Endi men 10 yil Mamtil apandan tadqiq qilgan, 10 yil va material aniqlagan va bu haqda kesib ayta olayman, mamlakat ichi va sirtida men so'z sahibi. Mamtil apandi mavzusida. Bo'lmasa qanday adam o'tirg'i chiqsa, yo'q men texmi jiq tadqiq qildim deb ko'rishib batsak bo'ladi. Men so'z sahibi bu mavzuda. Hatta bir qatim deb o'tdim. Vatan ichidagi chag'imizda Uyg'ur ma'rif qomusi deydigan bir nima tuzib chiqamiz deydigan bir gap bo'lib, Palla akademiyasi tarafidan u keyin nashr qilindimi qilinmadimi bilmayman. Menga xat kelgan Mamtil apandi haqidagi qismini shu qomusning sen yozib ivatdi. Ya'ni men bu mavzuda itirofga erishgan shu 35 milyon xalq var mamlakatda. Bu taladikilning talashadigan hech salohiyati yo'q. İşenç bilan deyalayman buni. Xo'sh, Mamtil apandi mavzusida men so'z sahibi ekanman. U holda shuni deb qo'yay. Mamtil apandi kashf qilgan, ijod qilgan muzikalar, marshlarning hech biri unda layg'azal emas. Unda nazokatli xonim mijoz emas. Hammasi jo'shqin, jangovar, hammasi jonliq, tetik. Adamni ruhlandiradigan shaklda. Shunlashqa uning anda mislimiyan variantlari davlat marshimiz emas, qarindoshlar. Yana izlaganlarga deb qo'yay, YouTube'da topa olaysizlar-da, mening kanalimda shuning to'g'ri nusxasi bor. Muzikasining. Endi tekst haqida uni biz qayta o'qimaganligimiz uchun hozircha amal yo'q. Tekst haqida deb o'tdim.
Onundaki iki kuplet, yani iki beyit, 4 mısra şu zamandaki Memtil Efendi yetilgen Türkiye'nin aşı muhiti tüpeylidin kelip çıkan bir ahval. Mustasna bir ahval o. Şunlaşka eğer kaytı okuş olsa bunu toğru okuyalaydı. Muzikasını özgertmeyi toğru okuyalaydıganlar olsa aşı iki beyitini elivitip kağın okusun buludu. Bu devlet gemenimiz hakkında da koydu bunun. Bunu çak dep ya gaynim bulur. Manda kılmayın kırımdaşlar. Bizning hemme işimiz mana mushundalığımızdan kelip çıktı bugünküçe. Tarixten beri meselelerge o kadar sal qaraymiz, oddiy qaraymiz. Bo'lib diysan, bo'ldi mushundalıq qilib ketib qolgan ish bu. Hech kimning bilmasining haqqi yo'q. Ecdatlarımız bizge kaldırıp ketken narsani o'zgartishga, tuzitish kirgizishga hech kimning haqqi yo'q. Onun için bunu qilganlarga diqqat qilinglar. Bundan keyin davlat gurbini o'zgartirganlarga masalan majallarning orasida hech qanday jip yo'q, bir xil davlat gurbi o'tirg'i chiqarilgan. Buni rad qilmoq lozim. E'tirof qilishga qat'iy bo'lmaydi bunda buni. Xuddi shuningdek davlat gemenimi shu turda. Bu bizning milliy sezgurlik masalamiz bu. Buningga chaqchaq aralashtirishga bo'lmaydi. Bo'libdi, o'tib ketadigan bir qatimliq ish deyishga qat'iy bo'lmaydi. Bu dushmanlik bu. Biz mush ishga kelishib qoldik, mush ishga birlikka kelib qoldik. Endi bayroq chaqchaq qilinmayotdi hozircha. Davlat gurbining ba'zi variantlarini o'tirg'i chiqishga tirishib qilyotdi. Garchi umumiyuzlik e'tirof berishmagan bo'lsa-mu. Bunu oturdu ma'lum mezgil yaştib olgandan keyin uning tarafdorlari chiqadi. Buning tarafdorlari chiqadi, bir-biri bilan talashadi buni qarindoshlar. Bu qo'rqinchli, bu tafriqining urug'i bu. Shunlashqa bunda ikki xillikqa, uch xillikqa qat'iy yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Bu bugun deb qo'ydigan gapimning birisi. Ikkinchisi namoyish. Namoyish haqida bek ko'p gap qildim men. Bek ko'p gap qildim. Yana ba'zi shafaqqa tayinib yuradigan ba'zi ablahlar hayoti bo'yi patqaq qilib poqqa milinib yurgan ablahlar namoyishning foyda ziyon to'g'risida talash tortishishni o'tirg'i chiqaryapti hozir. Diqqat qildingmi bunga? Sizlar har kimning gapiga ishonavermanglar qarindoshlar. Nima uchun, nima sababdan degan savol qo'yish metodini o'rganinglar. Men buni ko'p dedim. Savol qo'yinglar bir narsaga ishonishdan burun. Nima uchun? Demişqa. Savol qo'yinglar. Agar bir odamga ishonishga to'g'ri kelsa, uning nazariyasiga savol qo'ygandan boshqa odamga ishonishga to'g'ri kelayotganda kimsan degan savolni so'rang. O'tmishing nima sening? Sen nereden kelgansan? Bunu so'ranglar. Qarindoshlar. Endi bu yerda ko'p so'zlamaymiz, chunki resvolik bunday bir o'qitish qilaylik. Agar nəhayət resvo bir narsa olsa, biz bunun bilan həpilashmasak yaxshi bo'ladi, qarindoshlar. Chunki həpilashib nima qilasiz uning bilan? Uni resvo qilaman desangiz, kulkilik bu. Zaten o resvo bir narsani qanday resvo qilasiz yana? Deylikki, chivin yo'l michildab turgan nijosatning ustiga qo'nadi. Kelib burnimizga qo'nadigan bir jirkinishli maxluq. İntayin jirkinishli, intayin resvo bir maxluqku.
o çıvınni yanama resva kılışının imkanı var mı? Yüzü resva olsa ona. Onu yanama resva kıygın olmaydı kardeşler. Şuna onu hüş demek lazım. Həpleşken sere edep gididi o. Üzümüzni mehnat kılıdı o. Onu katadı bilip gap kılıp oturaşının majiti yok bazılarga. Xuddi yoldan ötken nicasetni alaydı elip taşlamaydı da kitivetip da putumuzun sınayını bilen yolun çetigi tifip ütep ketken okşaşlan aşınçlık da inkas verişinin özü yeterlik. Onundan artıqını kıysanız o katağı ütep kalıdı o. Yani onu bir salayetlik insan gayrılındı o. Alaydı cevap verilgen anda bir kimlik kazanırdı. Şunlaşka onu itibar kalmaslık lazım. Şu tarihten beri zaten namayış kılışka karşı. Ya saat 6'dan keyin gurullaştırdıgan, ya ki aldıraş ulap kalıp ministri ile görüşüdügan işli bilen ulap kalıp çol istegmey ruhsat elişka. Endi bu 4 gün kalgan çağda bu 4 gün ruhsat elişke yetişmeydi, ilgimeydi. Çünkü bu iş gepti burun deyiş gerek deydigan yalgan gepli bilen bugünkü kelgen insanlar. Onun ötmüşünü bir hukuk bakanla başta işin iştin burun. Namayışını kıldırmaslık kıtırış deyatkan gep. Men bana 2009'dan beri ailem bilen namayış kılımı. Bir katım mı ruhsat sorap bakmadım sakçıdan. Bir katım mı? Ayşında iş gepti burun iltimas kıp koyunuz ruhsat vermeydi, endi vakit az kaldı ülgüymeydi dep namayış çıkamaslık kıtırış jügellerge en az 100'den güva olalaydıgan insanların geplerge itibar kılışının ornu var ama ruhsat ketmeydi o. O bizning haqqimiz bu g'arb davlatlarida. Aşında murakkabga o'stib, mujmal qilib, iloji qilib haqni chiqmaydigan qilishning tarafdori bo'lib qolgan odamlarningki namoyish haqidagi mulohazalarini o'tirdi so'rab yurganligi bilan uningga buningga yo'llab yo'g'on bir narsani topgandek. Namoyishning foydasi to'g'risida men deb bo'ldim, shunlashqa bu yer demayman. Onun en az bir faydası üzümüzge bulduğun faydası. Şunun üzümü yeterlik. Bugün körüvatısıyla dünyanın hem yerinde tarihte misli görülmegen dereceye yetti bugünkü namayışlar. Uygurluğunun bu kozguluşu. Bununla içi elçik gitivatkanlar var elbette. Çünkü ulu davaç sütüde 15-20 yılını ötkezgen tecmeller olganlığı için hiç kaçan bunda bir kaynam taşkınlıkını barlık keltiremegen. Bu tüpeylden içi etişmakta, zehir jutmakta. Bu noktadan düşünürsün onu. Şunu bilen bu gepni tamamlayını, yani ulunun dercisini üstürep koymayını alaydı cevap vergin İsa Kuytep. Endi bugünkü vaziyetimiz xalqda kızgınlık, oygunuş, çöçüş vaziyeti barlık keltirgen bolsa, atalmış lider mevkisideki adamlar ve aşında atılıp kalgan adamlar. Töt adamga baş ulaşıp künep kalgan adamlar. Ve bu muşturdikilerge xuddi bir hamtalaş zamanı oldu. Hayvanatlar Dünyası degan filmlerini ko'rdim, ko'rib qiziqarli bo'ladi. Sher, yo'lbars qatorliq cho'ng tiki yirtqich hayvonlar bir ovni basqan vaqtida butun qoq quzg'unlar
Tilkiler, üzügü tutuşluq, julup, kaçışqı tırışıdı. Bir xamtalaş manzarasını göz aldığınlığı keltirіңler. Bugün Uygurulda bu xamtalaş vaziyeti görülmekte. Dikkat kıldınız mı? Şu saylamı günep kalgan insanlar, töt edemgi baş olap oturgu çıkmışsa, hayatı ötmeydiğen dek olap kalganlar. Lider mevkisi de olap kalganlar. Yaki şunda atılıp kalganlar. Bugün aş xamtalaşını kılmakta. Hemmisi cıqraq pay arış. Yoğarrak bir işlem yolu veriş. Bu milletin takdiri, bu milletin hayat mamati. Onun hiyal demez. Ula türlük vasıtlar bilen üzüge adem tartış. Üzüge taraftar kılıveriş. Muş xapılıkları. Muş xapılıkları. Bu köngül bilevatqanlarning qanchalikligini amaliyat isbotlayotidi, aqli va odamni ko'rib yetalaydi buni. Bundan keyin taqim isbotlandi. Her ko'ringanga ishonish, her ko'ringanning aqsidan ketish, her chaqirganga ha deb javob qaytarish. Bu kadar yeniglik, bu kadar oddiy o'ylash bu millatda azaldan bo'lib kelayotgan xapılık. Kallaning oddiyligi, tafakkurning oddiyligi. Yana ba'zi terjemalar xuddi xubtandan qochib taravih yo'liqqandek bir vaziyatni barliqqa keltiryapti. Ichkarida urush ulatqa yerlik ketganlarning ichidan bir parchalanish bo'lgan. İlgari o'zlari ishongan, voy bizni shu to'g'ri yo'lga yetaklaydi deb ergashganlardan gumonlanib, bara-bara gumonlanish paydo bo'lib, ikkiga bo'lindi bular. Ba'zilar ulardan umidsizlanib, undan qochyotdi. Bu topdan qochyotdi. Ayrilib chiqyotdi. Endi bu xubtandan qochganlarni taravihga to'playotdi yana ba'zilar. Nima uchun bunda asan to'planyotdi bu taravihga bular? Kallaning oddiyligidan, tafakkur yo'qligidan, bir narsaga nima uchun, nima ishga degan savolni qo'yib boqmaydiganligidan mushunda yolg'onlarga ishonib Ashqar yog'ochning tuyiga to'planyotdi. Xubtandan qochdi-yu, taravihga tutildi hozir. Yo'g'on planlar buni asr qilmoqda, mas qilmoqda. Bek yo'g'on planlar o'tirdi. Qurolliq inqilob, qon to'kmoqchi masalalar bo'lmaydi. To'g'ri. Mana shu tarafdor. Oxiri bir kun qon to'kmoqchi bu ish bo'lmaydi. Ammo bugun biz xuddi shu o'zimizning beshini yerib qon to'kkan bo'lamiz. Sizlar o'ylab boqmadinglarmi? Qanday borasiz, qanday kirasiz chegaradan? Kira olamsiz? Bizning vatanimizningki chegara ahvolini tuzilishini bilamsiz. O büyük planlarni qilib, qo'mondonlarni tayinlab qilgan bu tejamel odamning kimligini so'rab baqdingizmi? O'tmishini bilamsiz u odamlarni? Kim edi u? Nerede yaşagan bugungi kungacha u? Nerede nima ish qilgan? Uning yanchiqida ko'tarib yurgani qanday pasport u? So'rab baqdingizmi? So'ramadingiz. Yo'g'on plan, yuksak gaplar.
Bu hazır jenişçigi batmap qarindaşlarımyzni bilmez. Hemmeýleniň jenişçigi batmap atydy. Men tünigen tapşyryp algan tuqqanlarymyň bugünkü hayatyga ait resim we kysky videolaryny görüp meniň jenim içimge batmady. Men eger bir bomba aýlanyp partlap paç bolap ketsem ne kadar ýaxşy bolatdy dep oýladym. Kaysymyz gyzymabydymyz. Emma bu hayajan, bu kızgınlık, bu birdemlik yüzümüzni basanmaslyk bilen bu iş bitmeydi. Akıl bilen iş kılmak lazım, akıl. Birinciden bizning çigirimiz şu anda en az çigara siziqidan 200 kilometr yakıça Uygur kuşkaşmayısız. 200 kilometr yakıça. Başka milletler var. Çarıcı milletler, Xitaylar, Mongollar, Taciklar. Demek yardım girişemeysiz 200 kilometr yakıça. Bu jarayanda bu küçük milletlerinin hemmisi setiveliklik. Az toludan pul verip koyduğun ya ki good dep dolusu vurup koyup Xitaylar. Çigara rayını qoqdawatkan namsız kahraman degen şereplik namını berse bir şahadet namını üye geçip koyğanqa şununğa golulap adam tutup biripli keldi hazırkıça. Nurgun qarindaşlarımızdan haberi var, Pakistan'a kaçıvatqanlardan qançılıkın tutup berdi tağlarının arasında. Qançılıkını, üzünün nima qilayotganligini biladigan adamlar emas o. Onun münafıklık ekenligini mi bilgiçligi yok insanlar. Andaqken sizning bu büyük şuarlarınızı nereden düşünsün? Uluq onunğa qanday yardım bersin? Siz bir Uygurga yoluqqanga kadar bu 200 kilometr aralıkta. Ya bu namsız kahramanlarga yoluqsiz, namsız çigara sakçılары, şereplik nam berilgenligi. Ya Xitay kuştaysiz. Bu haqda deyildik, köpledik, kurallarını elip baramdı, almay baramdı. Digenlerini dedik, harı bilen baramdı, pişadı mı dedik. Biraz çakçaktek, biraz ciddi bu geplerini dedik. Siz menen de bununla kızıp ketken, bu yoğun planlarga işengen qarindaşlar, oýlanın bunu. Siz aş turvatqa yerinizden çigirge kanda barısız. Kolunuzdaki aşı näsi bağ olamdı, yok olamdı. Kuruq bolbasyňyz, nimiş kılysız? Ýa-ki şu yakın bağa ýerden ona tapqılı bolamdı. Tapqını bolsa siz şu 200 kilometrni besip ütep, aş Uygur jurtlaryga kirip ve u ýerde himaýaga erişip bire iş terişqa kançylyk işençiňiz bar. İkincisi, devletlerinin kollaşı meselesi. Bu yoğun geplerde falan devlet bizni qollawatydy, pukul devlet bizni qollawatydy degen yalgan gepler. Kadirli qarindaşlar, bunun hemmesi yalgan. Bizni bugün hiçbir devlet qollamawatydy. Zady 44-nji Sovet ittipaky Şarkı Türkistan'ın şimalida bir cumhuriyetni barlık keltirgenge kadar bir oyanni oynagan wagtydaki kollaştım başka o özüň menfaati üçin wagtlyk kollagan kollaşdy ummu ta şundan beri bugünküçe hiç bir devlet kollap bakmadı bizni ve yakın kelgisidimi unda kollaşның ihtimali yok. Bunu isonly tutinglar. Agar mushunda yalgan gaplarni qilgan adamlar bo'lsa, hech ishonmanglar. Ashuni cho'qim chataga boradi. To'g'ri, bizni qo'llash ehtimoli bo'lsa, Hindiston va Yaponiyaning qo'llash ehtimolligi bor. Buni men dedim ilgari.
Lekin bu qo'llash a şekilde emas. Sizlarga deyilgan a şekilde emas. Bu qo'llash. Nima uchun? Odam sonimiz qanchalik? Sapa qanchalik? Buni hisoblashadigan gap qarindoshlar. U qo'llaydigan davlat ahmoq emas. Men sizlarga bir misol so'zladim o'tganda qaysi bir vasila bilan. 1961 yıllar, 60-61 yıllarda Amerika'da Kennedy, John Kennedy prezident zamanında Tibetliklerini qo'lladı. Tibetliklerinin yaşlarından 600 kadar yaşını terbiyelep, yetiştirip Himalayaga paraşütten taşladı. 600 kadar yaşını. Bu yaşlıların bazıları asmanda durup öldü. Bazılarının puti yegi tegdil öldü. Hiç iki kadem mangay yok. Şunu bu iş bitti. 600 yaş ketdi. Amerika bu işten vazgeçti. Bu işten vazgeçti. Bunun hazırcha mümkünçülüğü yokken degenini hesap qilib, bu amaliy qo'llashdan vaz kechib, nazariyaviy qo'llashga o'tdi. Tibetlar qarta. Bugun Uyg'urlarni qo'llayotdi deyilsa, pul beryotdi deyilsa, Amerikadagi demokratiyani himoya qilish ittifoqi degan bir organ atalmış deganni qaytib qo'ysam bo'ladi. Atalmış demokratiyani himoya qilish ittifoqi deydigan bir organ Uyg'ur qurultiyiga pul beryotdi. Bir nechisi maash qilib elyotdi, qolgani faoliyat rasxti. Sharq Turkiston demaydigan shart, mustaqillik demaydigan shart bilan avtonomiya, kishilik huquq, demokratiya degan bu şuvar aslida pul beryotdi. Ammo bugun ba'zi tejmanlarninki yo'g'on gaplarga ishonayotgan, ajab qaltis bilankin ko'nglimizdagidek deb uni yaratib, yoqtirib kelayotgan qarindoshlar, buni albatta yoqtirmaysizlar. Mandaq shartlar beriladigan yordamni sizlar yoqtirmaysizlar. Buningga ishonaman. Chunki sizning orzusingiz mustaqillik. Unda bo'lgandan keyin avtonomiya degan shart bilan sizlar yordam olishni yoqtirmaysizlar. Xulosa qilaman. U holda Sharq Turkistonning ozodligi uchun hech qanday davlat yordam bermaydi bugun. Bu esingizda bo'lsin. Bo'lapmi sizlar arzu qilgan u tarzda. Ba'zi yordamlarni berishi mumkin. Pichoqariyat elib adam öldürüş şeklideki yollar bilen. Ama bu neme usulu oylagan hazırının üzüdülla hareketke atlandığan tipteki işler için emas. Terbiyeleniş, ravajlanış için. Tinç alda yetiştirmek için. Çünkü bizning hozirgi halimizda o ishni qilg'ili bo'lmaydi qarindoshlar. Qilolmaysizlar. Faqat qahramonlarcha shehid bo'lasizlar. Bo'ldi, bitdi. Ya bir Xitoyning buni qanaydi bu jarayonda, yoki hech birining buni qanamaydi, bizninkidan hammanglar ash belbog'liganning hammanglar qirilib degaysizlar. Ashundarlar. Devletlerinin yardımı bunda tinç bir vaziyette barlık kelmaydi. O urush vaziyetini taqozo qiladi. Shuning uchun men nima qilish kerak degan so'zimda ozodlik harakati belgisiz muddatga kechikdi.
Onun için bugünkü birinci gün tertip milli mevcutluğumuzni saqlab qilish dedim. Milli mevcutluğumuzni saqlab qilish uchun yordam beradigan davlatlarni izlasak bo'ladi. Tapsaq bo'ladi. Ozodlik harakati sizlar o'ylagandek oddiy emas, kinoda ko'ringandek oddiy emas. Sizlarga bir necha misol berdim hatta o'tmishda. Bu Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanish degan bu kitobning bu birinchi kitobning ma'lum bo'lagida ma'lum bir mavzuda Ikkinchi dunyo urushidagi Yevropaning po'roq yedib turib turgan shu atmosferasida urushning boshlanishi yoki urushni boshlash uchun o'ynalayotgan o'yinlar haqidagi bir maqola var herhalde. Shuningda men Chexoslovakiyani misol qilib berdim. Chexoslovakiya Germaniyaning ter taraqtishlari uning tuprog'iga qadam qo'ymay turib, talada turib, pesh qilishlaridan qo'rqib Chexoslovakiya degan hozir ikki davlatga bo'linib ketdi, u vaqtda bir davlat edi. Chexoslovakiya shuningdan qo'rqib urushsiz Chexoslovakiyani berib etdi Germanlarga, nemislarga. Padişahlar Angliyaga qochdi, davlatning beshidagi odamlar. Ash qadar ojizmiti o bizning hozir shu g'ayratga kelayotgan qani deb yo'g'on planlar uchun bel bog'lab o'tirib saklab chiqayotganchilik adami yo'q, shunday qilgan bo'lg'ayni to 1 million askar safarbar qila oladi urushga. 1 million qarindoshlarim. 1,5 ming tane aeroplani vardı. Qancha ming top zambirekleri vardı. Bunun tafsilotlarini shu kitobdan ko'rsanglar bo'ladi. Ash qadar kuchni bu Germanlar bilan urushga yetmaydi. Sevolmaymiz. Foydasi yo'q deb urush qilmaylar ketdi. Bu cho'ng davlatlarning oldidagi kichik davlatlarning holi bu. Yana bir misolni deb beray. Gomindan bu kommunistlarda yengilgandan keyin Tayvanga chekindi o. Tayvanga chekindi. Bütün devlet aparatı bilen çekindi. Armiya, saqchi, bütün hükümet organları. Aşbeti beripli bir devlet qo'xshashlam davom qildi, hech bir ishi oqsigan yo'q. Tayvan 30 milyon nüfusluq bir araladı. Şundaqla Gomindan Tayvanga chekinadigan vaqtida davlat g'azinasidan alalaganligi oltinni Tayvanga yo'tkadi. Nurg'un boylik bu yoqqa yo'tkeldi. Eng az deganda 1 million Gomindan armiyasi var shu vaqtda. Agar kerak topilsa bu 30 milyon odam bayadin yana 1 million odamni urushga safarbar qilgan bo'ladi. Endi Jiang Jishining Tayvanni chiqibli mustaqil qilsimi, qilib shu vaqtda mustaqil qilsa balki u davlat ulab qolibdi. Chunki Xitoyning kommunist Xitoyning vaqtdagi kuchi
uni cheklashga yetkidik emasdi. Yeni devlet kurulgan. 49-yılı, 50-yılı yılı. Emdil devlet kurulgan. O kadar çuvalçaqlık mı ba? Tehi bazı yerde karşılıklar ba? Onun denkin devletinin aparatları mükemmel emas. Endin mesela iktisat. Çünkü konu bir hükümetin pulunu inavetsiz kıygandan keyin yeni bir hükümetin pulu bazarga kirgiçe iktisatda çoğun bir qalaymaqanchilik boludu. Yani cemiyet qalaymaqanchilik boludu. Bunu tertipga selip retlep bulashqa vaqt ketadi. Intayin aciz holatdagi aran tiklengen bir devlet. Gomindan 1 milyon armiyasi ve tahminen 1 milyon zapastik armiyasi bilen şundaqla jangjeshi uyani mustaqil qilmasligining sababi u qaytadan cho'nquruqlikni olaman ve büyük Jungo'nun, büyük Xitayning prezidenti bo'limi deb she'rin tushayotgan adam u. Hayatı boyunca cho'nquruqlikqa qaytadan kirish fursati izlab yurgan adam u. 1 milyon muntazam armiya bilan 30 milyon nüfusluk Aqsep bilan ve cho'nquruqlikdan yo'tkab ketgan hisobsiz depi dünya altın bilan Jangjeshining hayoti o'tib ketdi. Cho'nquruqlikqa qayta kirishga jur'at qilolmay ve bundaq bir fursat, bundaq bir yo'chiq bo'lmay. 1 milyon o'ylab baqing. Ening ustiga u Xitoy u. Ikkilisi Xitoy. Agar bir top odamni kechilida suvosti paraxotlari bilan yaqinroqqa olib borib, quruqlikqa chiqarib etsa, hammasi Xitoy bo'lgandan keyin chanmayli orasiga kirib ketaoladigan bundan o'ngishli taraflari bor. Hammasining cho'ng quruqlikda urug' tuqqanlari bor. Hammasining juti bu yanda ko'plarining. Bu kadar foydali shartlar ostida urushda chiniqqan, resmiy tarbiya ko'rgan 1 milyon kishilik muntazam armiya bilan Jangjeshi cho'nquruqlikqa kirishning hech yo'chqini topolmay umr o'tdi. Oxirida voz kechdi. Eng oxirgi umrida voz kechdi. Mumkin emas endi. 2 qatim taraddud qildi. Bir qatimda 53-yilda yoki 54. Xitoyda cho'ng kelkini afat bo'lib bir vayronchilik chiqqan vaqtida bu fursatdan foydalanib hujum qilmoqchi bo'ldi. Ammo keyin o'ylab qaradiki, aqmaydi bu. Chunki u afat bo'lsa 1 yo 2 o'lkada bo'ldi. Qag'aya tinch. 57-yili dengiz bo'g'izida bir havo urush qildi. Echinishli darajada yengildi ve jimiqdi. Qarindoshlar, nimaga tayinib, qaysi kuchga, qaysi aslahaga, qaysi logistik destekka, Aqsep yordamiga ishonch qilib bu yo'g'on planlarni ishondinglar. Men bunun hayronman. Bunun hayronman qarindoshlar. Bu tejmanlar Xitoydan qochib kelganlaringlarni taraviga boshlab qarindoshlar. Bir topdan xato top kelib qopdiq deb ayrilib chiqqanlaringlarni faqatla rengi boshqa bo'yalgan amaliyotda ash top bilan o'xshash yana top bir top qilib yana shu chig'irga boshlamoqchi qarindoshlar. Bu Xitoy o'ynayotgan o'yin bu. Sizlar o yo'g'on gaplarni qo'yinglar qarindoshlar. Agar rost ish qiladigan niyatinglar bo'lsa, men necha chaqirdim.
Üzüңni ma'lum qilinglar de. İşni men dep berey, qiyğıl boldyga işni. Helemi bundan kimi muşu gepim gep o amelge aşmaydigan ham xiyal tuyuq yolunun keyine kirmey, düşmanning depiga usul oynamay, qiyğıl boladigan işlar bar. Aş işni qilaylı. Elbette o işni bir yerde digil olmaydı. Qarindaşlar bilen bu geplarni deyişdigan fursatlarimiz bolar inşallah. Bugün qarindaşlarni bir neçe suiqasdlik alametlerden agalandırışını asası maksat qildim. Bunu yig'inchoqlasak, biri milliy simvollarimiz çaqchiqarlashtirib, ikki xillikni o'tirg'i chiqarganligini inkor qilinglar, rad qilinglar, raddiya beringlar, qarindoshlar. Davlat marshimizning boshqa variantlarini rad qilinglar. Bu ikki xillik tafriqining bixi. Andın namoyish haqidagi ikkilanishlarni tashlanglar. Namoyish eng az degandimi bir foydani etkiladi bizga. Eng az bir foydani etkiladi, uni mening namoyish haqida so'zlagan so'zlarimdan topalaysizlar. Onundan keyin yo'g'on planlardan ogohlantirdim qarindoshlarim. Bu yo'g'on planlarning aqsi puchak. Aqsi puchak bo'lib kashki şu vatanning tuprog'ida, şu Xitoyning o'qida shehid bo'la olsanglar, yana armoninglarga yetsizlar. Ammo sizlar qo'ldo'ltisizlar. Qo'ldo'lab qolasizlar, ahmoq etilasizlar, tashlab etilasizlar va behuda o'lasizlar. Şuna bu yo'g'on planlarning aqsi bo'sh planlarni so'roqlaydiganni o'rganinglar, metod. To'g'ri xatoni ayirish uchun nima uchun, nemishqa savol qo'yamiz. Kimsen? Sening yanchiqingda kimning pasporti bor, chiqara ko'rib baqaydi. Sizlar o'tmishini bilmaydigan odamlar bir dil o'tirib chiqiblar. Hayvatlik gaplarni qilsa, u ko'nglingizga yiqib ketdi. Buni tushunishga bo'ladi, chunki aran turibmiz biz. Aran turibmiz, kashki bugunli bir jangga kirsak, shu Xitoy bilan. Bugunli etishib jang maydonida o'lsak. Bu hammamizning orzusi, kashki shu jang maydoniga yetib bora olsak. Ammo unda imkon yo'q bugun. Uni yetib borolmay, qarasini ko'rmayli yo'qlab ketamiz qarindoshlar. Shuna biroz aqlga uyg'un planlar bilan ish qilaylik. Yo'g'on planlarga hayajonlanib ketmaylik qarindoshlar. Aldamchilik bu. Hammanglarga rahmat. Allah hammamizning tafakkurini ochiq qilsin. Hammamizni aql ishlatadiganlardan qilsin. Chunki Qur'onning bu aql ishlatishga oyatlari bek ko'p. Bizni shuningga muyassar qilsin. Hammanglarga rahmat.